Assalamu alaikum, hürmetli kardeşlerimiz. Avrupa'da erkinlik ideyasının büşki dep atalgan Fransiyada bir döküm kardeşlerimiz aktif faaliyet hep berip atıdı uzun yıllardan bu yan. Bugünkü programımızda bu kardeşlerimiz bilen tanışıp çıkımız. Ularınki olmuş yakında Türkmenlik hükümetindeki milletvekillerini saylaş işini oңuşluq elip bağanlığını gördük. Bugün bu işlerden mesul olan hem bu işten toluk malumat olan kardeşimiz Fransiyadaki erkin avlumetini ekrana teklif bulduk. Assalamu alaikum, hürmetli erkin efendim. Selamet yaxşı turdunuz. Ve aleyküm selam. Rahmet. Cesaret Mumlu'ya hoş geldiniz. Bugün Erindaşlarımız bilen sizni bir tanıştırışını arzu kıldım. Hem sizler yapağın faaliyetlerini bir ekranımızda köpçülük bilen ortaklaşmak istedi. Siz bilen bir sohbet kılışını haladım, layık gördüm. Aldı bilen sizni hem de ben şu yakından yağı bağın faaliyetlerinizden tanıdım. Belki başka erindaşlarımız mı bana okşaş hissiyatı olsa gerek. Aldırdan özünüzden kısaca bir tanıştırıp etken bolsanız. Assalamu alaikum. Maciretteki ez Şarkı Türkistanlık yayındaşlar. Benim ismim Erkin Abdülmet. Ben Fransa'da 2000 yıldan tatip Fransa'da yaşadım ben. Mındakça etqanda 19 yıl oldu. 2013 yıldan tatip, 2003 yıldan tatip bu davaga şu Fransa'daki qarindaşlar bilen bille degендek başlagan. O çağda köp adamımız yoktu. Bir iki misalga Ahatacım, Ekber, Kerem degen bir neçe qarindaşlarımız vardı. Fakat şularla alaq qılıp ondan başka Uygurlarning kömü gelmem. Şundan şu demekçi boğunum 2003'ten tatip bu davaga kirgen ta hazırgacha qo'limizdan kelgan ishni qilib kelyapmiz. Fransiyada hozir jami qanchalik Uyg'ur qarindoshimiz bor yoki Sharq Turkistonlik bilan sizlar o'rtoq faoliyat olib berayotgan? Fransiyada hem de bu yerda o'quvchilar biraz ko'p deydi. Normalde bir şey yerleşken hem de mundaqcha aytganda iltica qilib qolgan desek ham shu Qozog'iston, Qirg'iziston qarindoshlarning hammasini qo'shganda, vatandagilarni qo'shganda, vatanlik qarindoshlarni qo'shganda bir oldi keynimiz bir mingdek chiqib qilish mumkin. Bir mingdek Parijning atrofida ham ko'p yo'q. Herhalde biz bir 200-300 chiqish mumkin deb o'ylayman Parijning atrofida. Ama başka Strasbourg, şu Metz degan yerlarda biraz ko'p qarindoshlarimiz. Demek ki şu Parijning atrofida 200-300dek qarindoshimiz bor yani. Shundaqa. Az emaskansizlar yani çünkü Avrupaga nisbatan toplam 1000 odam, Parijning atrofida 200-300 odam degan gap az gap emas. Bizim yakında şu bir neçe katımlıq faaliyetler arkalık Fransiyadaki qarindoshlar hem siz bilen tanışıp çıkan bulduk. Bunun da içinde ötken yılı Parij'de bir çoğun yığın içildi. Mustaqillik elektrikilerinki. Onun sahip kan bulduğunda hem o yerde kem külemdeki namayişler uğurlaştırıldı. Rabia Hanım'ı bağdı. Seyit Türk efendiler ve bir Türk'üm qarindoshlarimiz berip bu yerda o'rtaq faoliyat yapgan bo'ldilar. Ondan boshqa mı şu Avrupa'daki har xil tashkilotdagi qarindoshlarimizni pat-patla Parijga berip şu Eiffel munarının oldida namoyish qilayotganligini ko'ramiz. Bundan ko'rinib turibdiki, Fransiya bizning shu da'vo ishimizda nihoyatda muhim bir davlat yani. Ama bu davlatda sizlarga o'xshash qarindoshlarimizning bo'g'ini ham her xil xatir kunlari bo'lsin va boshqa faoliyatlerde aktif rol elishinglar bizga nisbatan nihoyatda muhim deb o'ylayman. Ham oldi bilan shu yaqindan yog'i shu surgundagi hukumatga millat vakillari
Köstüş saylımı buluş jarayonida xalqimiz arasida ba'zi aniq bo'lmagan masalalar bor. Yana shu boshliq saylandi kimlar boshliq bo'ldi degandek egizpas gaplar bor. Amaliyotda tunugimi buni tushuntirib o'tdik. Bu qandaqdir boshliq saylash emas. Shu hukumatni qurib chiqadiganqa millat vakillari, normal millat vakillari ko'rsatish. Bu vakillar har davlatda 10 dan bo'lsa, bu Amerikaga berib 11-yda. Aşağıda shu millat vakillarininki o'rtaq ko'rsatishi saylashi bilan yana bir navbat sugundu hukumat a'zolari va rahbarlari saylanib chiqmoqchi. Mana oldimizda o'tirgan qarindoshimiz Erkin, xuddi sizga va menga o'xshashla bir oddiy bir qarindoshimiz. Bu qandaqdir bir amaldor yoki amal xumordagi birisi emas. Umu shu surgundagi hukumat haqiqatan bizning hammamizning hukumati buni kuchlantirish kerak, ommaviy asosga ega qilish kerak degan bir iroda bilan o'zini ko'rsatib millat vakili bo'lib saylandi. Ham Fransiyada nihoyatda o'ng'ishli holda millat vakillarini saylash faoliyatini yapadi. Erkin qarindoshim, bu jihatda hamda Fransiyadagi shu saylovning ahvolini qisqacha tunishtirgan bo'lsangiz bizga. Bo'ladi. Ama yuqori deganimdek endi bu yerda 2-3 qarindoshimiz bor degan bilan bular ko'pincha o'quvchi bo'lgan ekan, atrofimizga doim kelmaydi. Ularni ko'pinchasini biz ko'rmaymiz. Shu demakchi bo'lganim, shu asosiyatni faoliyatga biroz aktiv keldigan qarindoshlardan biri jiq bo'lsa 50-60 chiqadi deb o'ylayman. Parijning atrofida qolganlari o'quvchi, uning uchun o'quvchilar kelmagan ekan. Biz shu boqiy qarindoshlar bilan qilyapmiz. Parij tepkidagilar bo'lsa, endi orlig'i jiroq bo'lgan ekan, bu yerga kelib faoliyatlarga doim qatnashish fursati bo'lmaydi. Shunga hamda biz bu yerda bizniki Fransiya Uyg'ur jamiyatiga yangidan saylan qilib qo'lga olgan yosh bolalarimiz bor. Bularni aytan o't yurak amandaqcha aytganda aytan o'zining mustaqillik ideyasini aytan kuchlik. O bolalar ko'pinchasini aytan o'qigan bolalar. Faqat bu bolalar shu biroz nima deymiz, o'tirda biroz ishkilnish yo'qdir degandek, bu surgun hukumat hamda ko'p faoliyat qilmagan burun. Faqat shu sembol xarakterlik shu ismni tutib o'zining yoqi yatgan ekan, hamda bu yerda bir surgun hukumatning faoliyatlari ko'p tunishtirilmadi. Shuningga hamda biz bu yerda bu saylam jarayonida hamda bizning tashkilotniki 9 hay'at ve başka sirtdagi jamoatlar bilan biz bir ko'rishaylik deb o'tirib, Parijda bir iftar faoliyatimizda birlashib, birga o'tirib, maslahatlashib, bu surgun hukumatimizni qaytadan bir o'rinda dastur turg'izib, bir tirildiraylik, mundaqcha aytganda bir kuchlantiraylik degan bir niyat bilan hammamiz bir niyat, bir maqsad kelib teşkilat içinden ve cemaat içinden bulup 8 milletvekili saylab çıktık. Şunun bilan bunu torlarga qo'ygan bo'ldik, ama maalesef derhal bundan bir yaram bo'lgan Uyg'urcha so'zlaydigan qarindoshlarimiz deymiz-ku, endi Uyg'urcha so'zlayotgan Hanzula demdik yoki buningda Xitoylik Uyg'urlar yani. Her bir sebepler var. Hoş. Xitoylik Uyg'urlar. Shunda qaraq desek biraz to'g'ri bo'ldi. Uyg'urcha so'zlaydigan jingoliklar deb turaylik. Derhal bir aram bo'lib buningga qarshi chiqib, birlari buni e'tirof qilmaymiz deb vaqti, birlari derhal menga hujum qilib vaqti. Bundaqcha aytganda men va buning oilasi, ayoli bundaq bir buning Xitoy bilan aloqasi bo'lganlikdan ayol chiqibdi o bu degan shaxsiy nimaga mening shaxsiyatimga tegadigan ba'zi gaplarni qildi. Amaliyotda buni bir kulkulik bir gap bo'ldi.
Çünkü kimlerning gap qilib aqib turib, kimlarning bu ishni qilayotganligini ba'zan qarindoshlarimiz aytan tezlik bilan uningki to'rlarga kirib degandek bilibdi. Shundaqlar menmo ham bu yerda Türk Federasyonining bir do'stimiz bor edi yaqin. Uningga yo bizniki mush yerlik Fransuz do'stlarimizga xabar qildim buni. Buni tekshirib bu kim o deb. Buni tekshirgandan keyin bu IPS bilan tekshirdik. Bu Norvegiyadan chiqib qoldi bu Nijat To'g'raq degan. Norvegiyadan chiqib qoldi. Shuningga uning adresi asli İstanbul degan-da. Şu İstanbul degandan keyin men Türk Federasyonidagi do'stimizga deb buni ko'rib baq, ashadsiniki senmo Türkiye'niki istihbarat bilan aloqang bor, buni tekshirib baqayin desam, shunlarning aytisi darhol telefon qilib, bu nimadiki emaskan, İstanbul'daki emaskan, buning chiqayotgan o'rni Norvegiyadan chiqyapti dedi. Shundaqlar men bu yerdagi bizniki Fransuz do'stlarimizga deb qo'ygan, uning IP'sini tekshiranglar deb. Demek bo'g'nim gapimni bir og'iz gap bilan qisqartirib desak, mushunda naytan ilqi haqiqiy bu ishga buzg'unchilik qilayotgan, Xitoy tarafdan buzg'unchilik qilayotgan insonlar bilan normal insonlarni aralashtirib, xalqni qaymoqtiradigan bir narsalarni o'tirg'i chiqarayotganligini his qildik. Bununla parva qilmaymiz, lekin bunun tekshirishi to'xtamaydi. Albatta bizniki shu Fransiya do'stlarimiz, yerlik do'stlarimiz bununla hatta shu telefon numarasigacha tepib, nima maqsaddan bunda deganligini, bunun oxiri kimning bo'layotganligini, kim degizganligini surishtirishga menga va'da bunun albatta biroz vaqt ketadi dedi. Demak bo'g'nim bu davaga mushu bir narsani mushu hukumatni tirildiramiz degangilar naytan qattiq hujum boshlandi. Bu insonlar o'ylab baxmaydi ekan, bundaq narsani faqat bizniki bir odam bilan yoki bir ikki odam bilan bundaq hamma odamni bir yo'lga boshlab ketadigan yo qolgan so'rab ketadigan vaqtlar o'tib ketdi deb o'ylayman. Çünkü hozir xalqlarimiz uyg'ondi. Bo'libmi bizning Fransiyadagi qarindoshlarimiz ko'pincha yosh o'qigan bolalar, saygak bolalar bo'larmi? Unda o'qigandan keyin u bir odam oldiganga va yoki bir odam u yoqqa bu yoqqa tortgan mangdigan bolalar emas. O'zlarini boshqara oladi. Qandaqdir erkin berib bilan bularni bir yoqqa qayirib ketgan bir ish yo'q. Bularning o'zining irodasini aytib mustahkam. Asos jihatdan hozir Fransiyadagi butun muaciratdagi Fransiyadagi bo'libmi qarindoshlarimiz naytan saygak bo'lishi to'g'ri. Bundaq o'yinlarga kelmaydi deb o'ylayman. Shunga bundaq narsalarni bu ishni bir tirildiramiz deb qo'pgan bizning bu yerlik Fransiyalik qarindoshlarimizni irodasini bundaq gaplar bilan u yoq bu yoq burab bundaq bir ta'sir qilolmaydi deb o'ylayman. Chunki millat hozir Uyg'ur xalqi hech kimning shaxsiy mulki emas. Sharq Turkiston sürgün hükümetimi hech kimning shaxsiy mulki emas. Bir chiqib ol deb o'lib o'tirman deydigan bundaq bir narsalarga xotin berdigan vaqt keldi deb o'ylayman. Men bu shu shaxsiyning birisi. Shunga bu ishlar keyin biroz yaram bo'lgan bo'ldik. Hamda naqchilik ishlarga ba'zi vaqtda odamning achchig'im kelib qoldi. Chunki qachongacha bizni mushunda bir kontrol ostida qachongacha bizni bir qafas ichida sulab, vatanda bo'lsa Xitoy qo'rqatsa bu yerga chiqib ushaq gap bilan har xil bismlar bilan har xil gaplar bilan hujum qilish bunday narsalarni qachongacha kontrol qiladi deb biroz beram bo'lgan bo'ldi. Ammo buning bilan bizning irodamizni sundira olmaydi deb o'ylayman. Mao ba'zi inkaslardan aqidada bir qarindoshimiz ovoz chiqmadi deb yozibdi. Boshqa qarindoshlardan herhalde bundaq inkas kamidi. Agar ovozda va boshqa suratda masala ko'rilsa, qarindoshlarniki bir inkas yozib o'tishini umid qilamiz. Chunki bugun dastlab sinagandami
özümüzmü bayqagan bu erinişimiz erkinlikki to'g'ridan sal masala ko'rildi. Shuna agar masala ko'rilgan bo'lsa, masalan, ovoz yoki suratdan qarindoshlarimizdan xapamay bir inkos yozib o'tishini umid qilamiz. Bu yerda endi siz degan masala u sizning beshingizga kelgan ish emas, erkin. Endi bir ish bo'lgandan keyinla bu aramizda bundaq hujumlar Talipça yazıptı, normal nayet yaxşı depti. Allah'a şükür. Ovoz suratmi normal yaxshi. Davom qilaverayli. Endi bu ahvollar balkim boshqa to'rdoshlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Siz masalan bu ishlarni tashkillab uzun o'tmayli sizning oilangizning ishini so'rab chiqib, ya'ni buzg'unchilik qilishga tirishgan bunday ahvol erkin sizning beshingizga kelgan emas. Bu bir an'ana bo'lib qoldi. Ya'ni bizning da'vo sepida kim ko'zga ko'rinsa, kim maydonga sakrab chiqsa, kim dadillik bilan ish qilaman desa, uninki shaxsiyatidan boshlab hujum boshlanadi. Ya'ni buniki bu odamniki shaxsiy turmushini oqtirib, arxivini tepib bir yerlardan nereden boshlasam bo'ldiki hujumni deb mustaq hujum qilgan ishlar bu normal. Masalan, bu nurg'un odamlar beshidan o'tkashga hozir ko'nibmi qoldik hatto. Kulib qo'yamiz. Masalan, sizni hamda boya degandek burun garchi jiq to'nib ketmagan bo'lsakmi, mushu yaqindan yog'i mushu Fransiyada bo'layotgan faoliyatlardan to'nib bir o't yurak vatanparvar qarindishimizga deb to'nib qolyapmiz. Ham sizdan nihoyatda xursand bo'ldik, bo'lyapmiz. Boya dedingiz hamda bu hujumlardan boshqa hukumatninki mushu xalq ommasi orasida degandek kuchli asosga ega bo'lmasligida mushu tashviqot konuштuruş degandek yaxshi bo'lmadi deb deb o'tdingiz. Sizcha agar hukumat mushu 11-oydagi saylan bo'lib, ham undan keyingi qadamlarni dag'dan besishda mushu ommaga o'zini tonishtirish, ommaga yiqilishish, mushuning roli qanchalik bo'ldi sizcha? Menimcha nayt obdan bo'ladi deb o'ylayman, chunki men buningga nayt umid bor. Meni ko'rib turibman, bu ishlarda jiq ilgirlashlar bor, chunki bu qatam nurg'un qo'lidan ish keladigan qarindoshlar o'zligidan buning qo'shilib naytın aktivchanligi kuchli. Bizning Fransiyada ham shunda. Unda bo'lgandan keyin bu işte Xudoyim bo'lsa bu qatam surgun hukumat tez o'rnidan qo'pidi deb o'ylayman. Ishonchim komil. Mayli boshqa davlatlar bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, bunga ishorat qilayotgan ahvollar bor. Chunki bunga yani bizning uyg'unishimizni ishorat qilayotgan ahvollar bor. Hozirgi vaziyatni hammamiz bilamiz. Xitoyga aytan bir kundan kunga eg'ir bismillah kelyapti. Mundaq aytganda Uyg'urlarga bir bu fursat. Mushqitim Xudoyim bo'lsa bir 2 yilgacha biz mushu surgun hukumatni bir mukammal shaklga ekilalsak, bir 2 yilgacha Xitoyni o'zligidan pochinib va yoki bir gumron bo'lish yo'li qarab mandi deb o'ylayman. Shunday bo'lgandan keyin buni tezlik surati bilan biz mushuni bir mukammal shaklga bir qurilmani tiklab chiqishimiz kerak. Buningga har qanday Sharq Turkistonlik qarindoshlar, men o'zim Sharq Turkistonlik deydigan odamlar bunga qarab turmaslik kerak. Hammadan odamning biroz ko'nglini yerim qildigini buni yani tarixdami Amerikalik pastor kim deb bir odam bor, Afrikalik, uning orijinali Afrikalik ama Amerikalik. Şu odam deydi, mushunda har qanday vaqtida yomonlardan qo'rqmanglar, ama bizni hammadan qo'rqitadigan yaxshi odamlarning jin turilishi edi. Shuning o'xshash hozir bu yerda nurg'un odamlarimiz bor. O bilmem bir narsani bilmem desa biladi. Ba'zi ziyoli qarindoshlarimiz bor, ama davatgan gaplari bizni nihoyatdan ko'nglimizni yerim qiladi. Ularga bunday qaraq deb
bir gapni qattiqroq qilay desak, hech kimning ko'nglini og'ritqimiz yo'q. Hozirgi vaziyatda xuddi bir dadisi yo'q, bir opasi yo'q bir bolaga, yetim bolaga o'xshab qolgan mezgilimiz. Bundaq bir sharoitda bularning jim turilishi ve yoki buni ustlik bilan bir qism ziyolilarimiz nihoyatdan buni bir taktika bilan bizmi mustaqillikni xohlaymiz albatta deb turib, buni usti bir taktik bilan boshqa yoqqa burishi bizni qattiq ba'zi vaqt g'azablantirsa, ba'zi vaqtida ko'nglimizni yerim qiladi. Endi buningga o'zimiz atab biz o'tirg'i chiqsak, uning har xil taraflardan mayli ba'zilar bo'lsin hasadxo'rlik bilan bo'lsin, ba'zilari bilib bilmay nodonlik bilan bo'lsin, ba'zilari Xitoyniki hamda Xitoylar o'zdirma deydigan 5 model. Xitoy tarafdan hujum qiladi ekan. Har xil taktikalar bor buning ichida. Bunda bo'lgandan keyin bu shundoq yaxshi odam topgan ziyolilarimiz bo'lsin, ba'zi vatanparvar degan qarindoshlarimiz bo'lsin. Bunga adolat shaklda bir to'tog'iz gap qilishni qilmay jimmitan turib, ya'ni o'yin ko'ygandek bunga jim turib oldi. Shundoq bir muhim sharoitlarda jim turib olganning ishi bizni ajoyib bir xil ba'zi vaqt umidsizlantirsa, ba'zi vaqt g'azablantiradi, ba'zi vaqt ko'nglimizni yerim qiladi. Shunga men xalqimizni biroz o'yg'oq to'sgan, shu biz ziyoli deb hurmat qilayotgan qarindoshlarimizni bir ozroq bir uyqusini ichib, bir qo'lidan kelgan ishni qilgan deb o'ylaymiz. Shuning uchun butun xalqimizdan shu Sharq Turkiston surgun hukumatining atrofiga to'plashib, qo'lidan kelgan ishni qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, endi bu hozirmi diqqat qilyapmiz bu masalaga, shu chaqiriq chiqarilib, surgundek hukumatga millat vakili ko'rsatish shu ishi boshlangandan keyin ko'pchilikningki arzusi shuti, ya'ni oramizdagi hozirgacha kuzatish pozitsiyada bo'layotgan, maydonga sakrab tushmagan, ichida o'ti bo'lsa-mu, atrofdagi hech bir tashkilotlarning qilgan ishlari ko'ziga sig'may, "Mandaqkan, mandaqkan" deb putqolni qo'yib o'tib bir ish qilishga atlangan holatda emas, ziyoli deyli va yoki boshqa jihatdan qo'ldan ish qilgan qarindoshlarimiz menimcha oz emas. Bu qatormanda shu surgundek hukumat ishni xalqqa eshitayotgandan keyin shunday qarindoshlarimizniki ko'plab maydonga chiqishini arzu qilamiz hammamiz shaxsan. Chunki boshqa tashkilotlarda hamda faoliyat qilayotganlar hammasi asosan tonish bo'lib ketdi. Kimdan ki qaysi maydonda ishganligi nihoyat aniq ro'shan hozir. Boy degandek Jungolik Uyg'urlar, ular nihoyat inoq, ittifoq, ular bir-birini ajoyib qo'g'daydi. Ham ayt desa, o'yt deb turdi biriga jam bo'la oladi bular. Shuni ularning faoliyatlarini ko'ryapmiz. Ammo xalqning irodasiga vakillik qilayotgan, ya'ni xalqimizning mutlaq ko'p qisminiki mustaqillik irodasi borligi bu hammadan e'tirof qilingan bir reallik. Bo'lsa-mu, shu mustaqillik irodasiga vakillik qiladigan tashkilot bo'lsin, organ bo'lsin, mushlarning atrofiga dadillik bilan chiqayotganlarniki sonining yetarli bo'lmaganligini ko'ryapmiz-da. Buningda ko'zi tutib turg'uvchilarning soni nihoyat ko'p. Ularningki psixikasida meningcha nima o'ylaydi deganda, sen chiqding, tamom, men seni qo'llayman ishimdan, ammo sen bir ish qilib boq. Ishingni bir ko'rayli, ishingning unumini bir ko'rayli. Ondan keyin men kelaman deydigan bundaq ideyadagilar meningcha osonda emas. Buning uchun erkin qarindoshim, sizlar dastlabki qadamda majlisni kelib chiqqanlar. Masalan, hozir bir qancha davlatda saylov ishi tugadi, har davlatda 10dan saylanib menyapti. Masalan, Kanadada qaysi kuni saylov bo'libdi, 10 vakil saylanibdi. Amerikadan 10 dakpa, sizlardan 8. Bugun hatto Norvegiya, Shvetsiya, Germaniya, hatto Gollandiya degandek yerlarda saylovlar bo'lmoqchi. Her davlatdan 10dan bo'lsa, inshaalloh eng az bir 60 odam majlisni kelib chiqadigan o'g'illar 60 ga bo'lsa, 60 mening anglashimda shunchalik eng az shunchalik vakil bo'lish kerak degan gap aka. Shu 60 odam bilan nurg'un ishni qilib bo'ladi.
Çünkü aynı Elbette. zamanda tarih yaratkan ismi yıllarda dastan boğan insanlarmı bir adam, iki adam bilen iş başlagan. Asta zoruyup 100 boğan, 1000 boğan, 10 bin boğan, milyon boğan. Şuna bu tarihten başta bu kelgen. Herhalde bu kadar mening gözü tutuşumcha sürgünlük hükümet bu işini halkı içi ötüp, şu milletvekili saylaş işini başlagandan tartıp, mening oylığımdan yaxşı meňwatydy dep oýlaýman. Çünki aramızda bayaqyningdek küzütüş ideyası da boğatqanlar sany az emas. Meningçe olar peyt kütüwatydy. Hazır çıkmışım ertesi gün çıkıldı. Bugün Abdurrahimcan bilen boğan söhbetim deyişdik. Xalqaranınki qo'llashiga, bir kuchning qo'llashiga erish uchun aqımızda bizni qo'llaydigan xalq bo'lish kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Vatan sirtida 1,5-2 million Uyg'ur bor deydi ekanmiz, Sharq Turkistonlik bor deydi ekanmiz. Ashining ichida 5 ming, 10 ming chiqmasmi sizcha? Menimcha cho'qim chiqadi. Elbette. Cho'qim chiqadi. Ama bize vaqt ketishi mumkin, chunki ba'zi jihatlarda o'zimizni sevenlik izlemsek bo'lmaydi. Haqiqatan sürgündeki hükümetdimi az bo'lmagan sevenlikler ko'rildi. Hem o'zini tunutish, amaliy harakatlar orqali xalqqa xalqning ishonchiga erishish bu jihatlarda hozirgacha yetarlik bir xizmat bo'lmag'achqa xalqimiz arasida o kuzatish pozitsiyada bo'layotganlarning soni az bo'lmasligi bir normallik menimcha. Ama inşallah hazır işini içivettinler. Xalq kelip bizni saylanlar, xalq özünlerini köz tutinglar, özünlerini saylanlar, qabiliyetli adamlarni bizga ko'z tutib beringlar. Shular aramızga kirib bu hukumatni yetaklisin dedi. Bu sürgünlük hükümetinin reisi bo'lgan G'ulom Akimov mushundaq ochiq pozitsiya bildirdi. Tövendeki parlament a'zolari va boshqalarning shundaq pozitsiyada bo'lyapti. Bu nihoyatda yaxshi bir boshlanish. Endi bunun neticesini derhal görürüz mü? Mümkün emas. Bunun vaqt ketidi. En az 2-3 yıl ketishi mümkün. Hatta onun da uzun vaqt ketishi mümkün. Ama mening farzimda boshlanish nihoyat yaxshi bo'ldi. Masalan, Fransiyada bir tashkilotlar borligini bilatdik. Ama bu qatim mana milletvekilleri saylash ishida herhalde 8 qarindoshimizni saylab chiqibsizlar. Balkim ertaga gün yana ikkisi to'liqlanib 10 bo'lishinglar mumkin. Başka qarindoshlarmi hakikaten bayım sizin deb o'tdingiz bu jihatdagi tashviqot degandek yaxshi bo'lmag'achqa, o'sha yaqin oyog'i bor kuchimiz bilan buni tashviq qilyapmiz. Men bu yaqin oyog'i shu ishlarni pat so'zlab qo'yapman. Ko'rib turibdiki, bu Gollandiyadagi qarindoshimiz Fidoyimi bu vaqtda unumli xizmatlarni ishlayotdi. Bugun bu ommaviy sorunda Gollandiyada men ansirgandim bu Nimishq hozirgacha Gollandiyada bu milletvekillerini saylash ishi bo'lmadi deb to'g'antoq o gaplar chiqyapti edi. Inshaalloh bu mustaqillik ideyasi hammamizning ideyamiz deydi ekan. Biz buni qo'llaydigan odam chiqmadi deganlik bir kulkilik ish qoldi. Shunga meningcha hali yaxshi ketyapti. Ham boyaqi hukumatning xizmatlariga kelsak, sizmi hali bo'ldiq deymi? Hukumat xizmat qilib ishlayotganga? Mənim bir neçə ay olub qaldı. Bir neçə ay olub qaldı mı? Çünki bu iş kelsək şu mən uzunluğun yağı bək arzu qılatdım bizning özümüzning bir shundaq bir hukumat bosgan deb bək arzu qılatdım. Şuna o'tgan yil, ya'ni 2018'de bu bütün dünyadagi muajirat qarindoshlarni chaqirib bir shu bir hükümetini bir kuchlantirib bir o'rindan turg'izaylik degan bir maqsad bilan bir faoliyat qilgandik. Maalesef u ish bo'lmay qoldi. Shunga men shu qandaylikim bo'lsin, shu o'zimizning bir surgunlik hukumati bo'lsin deb o'tirib men bu hukumatga kirdim. Hozir shu sog'liq ishimiz hamda mundaqcha aytganda surgun hukumatning elchisi bo'lib turyapmiz hukumatniki. Bu işler nayten benim işençem kamil. Bu işler şunda yaxşı bo'lyapti. Bundan hem bazı qarindoshlarimiz
yan taraftan vay bu kriz bu hükümet kriz çıktı ak kökte devat ediyor. Ben şununla külüp gitmedim ben bazı uyda oturup nemi kriz hazır kardeşler. Kene bu kriz. Ben hiçbir eskimidim. Bu ya da şu bir iş adam çıkıp kalsa veya ki bu yerden istifa kılıp çıktı veya ilbet kalsa kriz deb hesaplayırken kriz emas kardeşler nayten mükemmel kitvatıdı. Bu hükümetin içinde 10 adam kalsımı bu hükümetin kilaylıgıca kandak hükümet bulduğunu köstüp koyuşka işençem kamil deb oylayman. Çünkü bunun hizmetleri işlenip atıdı. Misalga muş yılın ahırsı bu yadımı şu Amerika'da sayılımız tügep boğandan keyin Fransiyadaki faaliyetlerimiz başlandı. Bu hükümetini bu yer kilip tanıştırılğanга bizning bu yerda yerlik Fransız dostlarımız ular bazı hizmetlerini işlep atıdı hazır tatib. Demekçi boğanımız bu işler nayten normal şundaq yaxşı ketip atıdı. Bu yerda hiç qandaq bir kriz yeni bir nima yo'q. Bu bo'lsa bitmi gaplar. Men shunda qarayman chunki hozir bu sürgün hükümet içinde 40 neçe adam var. Ma saylanma tügse 60 mi iş getiş mümkün. Bu kirgen adamlar hemmesi nait iradesi için müstehkem. Her kanda bir kıyınçılıkka veya ki undaq fitnalarga tayyor bo'lib kirgan insonlar deb o'ylayman. Unda bo'lgandan keyin xalqning irodasini sundiramaydi. Buningda hech qanday bir umidsizlik yo'q deb o'ylayman. Bu yerda krizis deb atalg'ini balkim ba'zi kishilarning nazaridagi asli hukumatda o'rin olgan, vazifa olgan ba'zi odamlarniki maymun o'yinlari bo'lishi kerak. Bu demisimi xalqqa yaxshi ta'sir bermayotdi-ku. Ya'ni aramizda bu da'vo sepida uzun yillardan buyon shakllanib qolgan bir ruhiy kasallar bor-ku. Üç adam kelib, voy hocam sizlar osmondan tushgan hocam sizlar paloni rais, paloni prezident deb qo'ysa, bir bo'longa kirib olib, qalaymuqon tushib ko'rib o'zini xudo chaqlaydigan saroqlar bor-ku. Ham shundoq madhiyaga ko'nib qoladi ekan ular. Bu madhiyani anglab tursa, paloni prezident, paloni rais deb turmasa, bir xil bir nimasini yo'qitib qo'ygandek, rahatsız his qildi ekan o'zini. Mushundaq odamlarning afsus sizlarning aranglardimi hukumatning orasidami bog'lig'ini bayqadik mushqatim masalan. Ular ayrilib chiqib o'zining kesilini oshkora xalqqa namoyanda qilyapti xolos. Endi hozir bu saylam nerede bo'lyapti? Amerikada bo'ldi, Kanadada bo'ldi, Fransiyada bo'ldi, bugun Norvegiya, Şvetsiya, Gollandiya, şu Germaniya, Amerika'da bo'ladi. Hammasi vakilni nega saylayotdi? Amerikada bo'ladigan saylam qurultoyga shu yerga avatimiz deb saylayotdi. Hamda mushundaq holatda ba'zi g'ayri insonlarning ruhiy kasal insonlarniki bir bulonga kirib olib, o'zining bir so'ringa nima uchun kelib qolganligini bilmaydigan odamlarni yig'ib olib, İgizpas sözlütüş arqılıq bir sahne tayyorlab, yana bir xil rezil o'yinlarga yo'l etishi menimcha masxaraga qoladi xolos, boshqa bir unum bermaydi. Ya'ni bunda masxaraga obyekt bo'lib qolganlar bor aramizda. Ashundoqdan biroz ko'payib qolish mumkin, uningdan boshqa bir roli bo'lmaydi. Endi hozirgi muhim masala mushqatin boya sizmi dedingiz, shu o'zini ko'rsatgan insonlar o'ziniki shu mustaqillik irodasidan hargiz yanmaydigan irodasi kuchli odamlar dedingiz. Agar mushtaq odamdan 60 bir yerga kelsa, odam shumul ishni qilayotgan bo'ladi. Albatta. 60 odam degan 60 sarka degan gap. Bir millatga bir sarka bo'lsa-mu ba'zida yetadi. Ayni vaqtda Aştaq serkiler tarixda jiq chiqqan-ku, bir odamning ta'siri bilan butun bir davlat qo'zg'alib ketgan ahvollar. Buni ko'rganmiz. Ham shunga bu mushqatim saylam garchi ba'zi shundaq egizpas gap so'zlarning orasida bo'layotgan bo'lsa, ammo bu qatim o'zini ko'rsatganlar, saylanganlar ana shundaq serkilar deb qarayman men.
Endi bu yerda hem şu bayan memnun dep öttüm halkımız arasında aşındakılıkta dilgul bolup turuyotgan. Ay muşula bir iş kılalamı? Muşulak ägetsek köңüldükidek iş bulamı? Mening işkigim batı, yürgümde otum batı ama taza işenç kılamatyma. Kandaq kılsam bola deydiganlarga neme deysiz? Bu yerda bu Uygur qarindaşlarının, yani Şarkı Türkistanlık qarindaşlarının uzun yıl muşu Xitay bilen birlikte turup yaşap, yani birisiga özünün işençisini yo'qotgan. Yana birisi bir yoqdan qo'rqish. Bu yeni bir jihatdan deb essak, o'ziniki hayotiniki halachiligi bilan ko'pinchalardan tirkal ichilmagan. Mancha yil chet el tusimi kalıs içilmegan ekan, şuna bulaylık bir biqindichilik bir narsaga kunib qolgan desak bo'ladi. Chunki birisiga bir buyruqqa, birisiga haq manda qilinglar demigicha va yoki shuningga bir yo'l ko'rsatmagicha shuni ko'z bilan ko'rib tursimi, amaliy bir ish bo'lmagicha kirmaydigan. Chunki bunda deganim ko'pincha siz degandek oldi bilan minib baqsin, aldı bilen bir qilib baqsin, bir ish qilsin, o bu deydi ekan. Hey, aldı bilen sen ish qilib baqsin demay, moshinaga bir kirsang, sen bilen biz qilmandik shuni. Har qanday vaqtida shu uy silishni va yoki tarixchilik qilishni yaxshi ko'rmay, bir kichik vaqtimda anglaydim bunday gaplarni. Ishlamay, aqna yeyman, uyda o'tirib pul topaman. Hech bir jabhat etmay, bir tayyor uy bo'lsa deydi ekanlar. Uy silishni yaxshi ko'rmaydi. Uyni ichida rahatlanishni yaxshi ko'rdi. Ko'pincha vaqtda ota-onasining puli bilan o'qisa, ishlamaydigan. Mushunga o'xshash mushunda ideallar asos jihatdan umumlashib qolgan ekan deb his qildim. Chunki mush da'vo qilayotganlar sanoqli. Ammo bir meykiringlar desa kelmaydi. Ammo kompyuterning oldiga chiqib nurg'un ani qismamda, mani qismamda deydi. Bu bir odam degan bir odamning kallasi qaraganda 10 odamning kallasi 10 yangiz bo'ladi. Kelinglar desa, mushu hozirgi vaziyatmi shu gapimni yig'sam, oldi bilan men baqsin deydi. Shuning uchun hamda hozir oldi bilan men baqsin degandan keyin biz amalimiz yo'q. Ilg'o hozirgi rasmiy 60 dimi ish ketdi bu. Albatta. Lekin aşmığa haletdimi? 10 bus, 10, 20 bus, 20 muş adam bilan çoqqum biz muş xalqimizga bir 2 yil ichida mana hukumat degan deb ko'z qo'yish irodamiz bilan manda 100% desam belki oshirib aytgan bo'laman. Xil iroda bilan ketyapmiz. Bunga ishonchimiz kamil, yana desam yana shu. Hozir ko'pincha qarindoshlar siz yuqori deb o'tgandek, oldi bilan sen qilgan qilinglar, andin keyin biz qarapaqayli oldirmay kirsakmi bo'ladi degan bu qarindoshlar faqat bizning Fransiyada emas, butun dunyoning hamma yerdagi qarindoshlar o'xshash. Chunki bizning Uyg'urlar hammamiz bir qon bo'g'ashqimi, hammamiz o'xshash ekanmiz. Oldirib bir ishni yoritishga o'zini vaqtini isrof qilmaydi. Sizlar turinglar, qilib baqsanglar, oldirmay kiramiz deydi. Shunda bo'lgan ekan biz chiqdik. Biz qilamiz. Bu atrofimizda shunda ziyoli undan qarindoshlarimiz bor, ularmi ya u yoqqa emas, ya bu yoqqa emas, bir xil turibotgan. Birlari aba yuqori degandek bizni umidsizlantirgan ishlarni qilyapti. Shuning uchun bu ishlar qaramay, endi bularga bir ko'z qo'ymay bo'lmaydi. Chunki bularni keling desangiz abaqidek shu. Shunga endi bularni amal yo'q. O'rtog'lar o'tirib tursin. Krizis deganlar krizis bo'lib tursin, sen o'y oshida krizisdan o'tirib tur. Bizning choramiz yo'q, seni so'rab manamaymiz. Ammo biz misolga cho'nglarimizdagi bir nechalarni ismini atamayman albatta. Bularni biz peshqadam ismini o'smin mush vaqt tutib kelgan peshqadamlarimiz deb qalbimizning cho'nqur yeridan bir hurmat qilib kelgandik. Shundaqmi bularni bir mushu namusim hozirga tutib kelgan qarindoshlarimiz deb o'tirib peshqadam deb, ya'ni cho'nqur ko'nglimizning bir yerda Uyg'ur tarixlariga yozgidek bir insonlar deb shundaq bir orzu
hem şunda bir niyet bilen kilovatkan top, ama kılgan işlerini tilimizge alamayız. Tilga ağıçlık mı iş yok, nayt adam numus kıgıdak işlerini kıvatıdı şu birine çoğunlarımız. Katırga özünün etibarını mı düşürdü? Hükümetin mi etibarını düşürüvatıdı? Unda boğandikin bulanın geplerige emde kınmaslık bilen kitivatımız. Çünkü bu yerde halkının hiç kanday günahı yok. Mesela ben okşay, sizge okşar, bunun içinde bir orunun kopuzayla kirip kalan kardeşlerin hiç kanday bir günahı yok. Ulanın ciddiyle bizim alakamız yok. Onun için cidel, avu, kriziz, men çıkettim, kriziz, avu oldum, avu. O kriziz sen oturup dur. O krizizde her kıldığa vaktimiz yok. Ma hazırlıklı vaziyetlerle karşılaştılar. Biraz bir nayyap öz yolun tip manalaydıgan köçede Uygur gap kılalaydıgan bolsun, mayli qaysı tilde gap bolsun, bilelaydı hazır vaziyet ne ketipti. Bunda bir şarayitda yani bu aldılan benim krizimni hal qilib bunu ekranı teklif qilib veya bunda qilishning o'zi bu nayten külkilik bir işler. Şuna da halkımızga tekrar şunu deyman. Hem de onda kriziz yani bir degan gaplarga fitnalarga qaramaylar qardoshlar. Ashning o'rniga aldığımızda mana bu hükümetimiz saylam tugagandan keyin yana sizning ekraningizda hatta her bir muş hükümetga ish qilib beralayman deydigan reisdan tatib reis kandidat bo'lgan har qanday adam reislikka Cumhur reis bo'lsin, bosh ministr bo'lsin, bunun o'zini ko'rsalaydi. Kösetken adam meyli parlament reisi olsun, her qanday o'ringa elbette Cumhur reisi veya ki bu baş ministerlerini bu şu İngilizce debate deyilken biz Fransız debat deyimiz. Özlük kabiliyetini bütün halkımız gösterip men reis bolsam veya ki men baş minister bolsam men mama işini kıpıreleyim dep özlük programımızı oturup koydu. Her kanda kardeşimiz televizyon ekranı göreleydi. Onundan sırf Cumhur reisimiz olsun, baş ministerimiz olsun, ulanın aldığı kağalla elbette teyillengendikin teyillendiğin kardeşlerimi özünü şu kandidat kılıp gözetken mezgilde men bu şu orunga çıksam men mama işini kıpıreleymen diyen hakiki özünün kabiliyetini oturup koygan çağda teyinlendi de oylayman. Geçirgenler kardeşler bana bazen işler kallam kelip biraz hayacanlanıp kaldım. Ama bazı bir işlerga hayacanlanmam bulmaydı. Kalan kardeşler bu 60-70 kardeşlerimiz köpüncü parlament diye nemi kıldığa orun kanun çıkırdıgan bir orun. Boğan işlerini boğunca bombağa işlerini bombaydı diyence bu yerde karar kıldığan bir orun. Muşu abay sizdep ötkende bu işin kıldığan adamlar muşu hükümet adamlar olgan diken hükümet adamlar bir 10-20'ni teşkil kılsa kalan 40 netçe adam parlamentta bu işki geç. Demek ki boğunun yukarıda sizdep ötkende davanı şu 10-20 adam kıldı. Cık mütetkesi olmasa o neden mangodu bu dava. Misalga hazır sizin özünüz bilsiz bu davanın beşideki birden bir doğru iradesi için uzunluğun yakınmış dava özünü atıgan hürmetli Gulam efendim Cumhur reisimiz mındak çetkanda hem bizim muallimimiz desek buldu. O adam turvatıdı. Onda boğandan keyin bu işte hatalık çıkmaydı da oylayımız. Çünkü bu adam nait özü bir kemter. Davaga samimi, hiç kandak bir başka bir ideyasını biz şahsen ben kömüdüm. Onda boğandan keyin muşu Gulam Hakkımızın ideyasını kabul, hem adamda mecbur kabul kılınla demeyim ben. İrade, özünlerki yani aklınlardan ötken muşu doğru dep karga yerini kabul kısanlar kilinler hükümetinin etrafıga özünlerini gösterler, kabiliyetinler oturup koyup ben bu işini kıpırayı dep kilinler kol mu kol bu işini kılaylı. Çünkü hazır bir yaktan hem de onda desem gibimle akıl çıkıştılar ketmeler kardeşler. Muşu Xitay hükümeti mi?
bir yakını etsek umdan kıvatıdır bizim için. Hem umdan kıvatı, nemin umdan kıldı deyiş ala mümkün. Muşu yukarıda dep ötkendek, muş 5 moğla bulsun. Bizgi karıştırıp atkan veya ki görenmezlikten, hasetkorluktan veya ki Xitayga bilip bilmek işlep atkan 5 moğ için işlep atkan muşu insanlar üçün mü? Aşı özniki aldığımızda köstüpersek Nurbekli dep aşı özniki terbiyeligen birinci derece komünist olsun. Köz aldığımızda inne Mava Polşa'da özniki istihbaratda Huawei için işlep atkan işpiyonsuma mıdak çıkan casus tutulup kalkan derhal koklandı kıldı bu ne öznik partisi. Demek boğunun bundak misallar ne aytacak hemen tizip bulamayman. Muşunçilik ahvalla boğan şaraitta muşu 5 moğ olsun, muşu bizgi bilip bilmeye karıştırıp atkan olsun, meyilsen nimiçi bol. Bu hükümet, özanın hükümeti bunun karıştırma. Kegin, sangumu akın yanıdığa yol mu yok? Demek ki boğunun muş cüngoluk Uygurlarga davat eme. Muşu Xitayla, muşu Komünist Partisi mi özünki casus olsun, iş kılıp sen Uygur boldun mu? Sen meyli Xitay olsun mu? Muşu Interpol'un sahtısına mı cayılıp ettik o bala? Sen oylap kalma, hiç kanda vaxtıda sen Xitayga yaxşı bulamaysa, sen Uygur, sen cayılıp etilgan inik boğan diken, özanın milletini, özanın hükümetinin kadrini biraz kırın. Sen, biz, yani siz, biz, muşu hükümetini turguzduğun adamlar siz bilen biz. Onun için muşu eziz halkımız biraz uygak duruş gerek. Mana muşu Xitayla her kandığımızda caylap atıdı. Her kandak özünün işi atkan casuslarını işi bulup lan destek lan resva kılıp atıdı. Bunu körüp atısıyla. Onda boğan diken gepimni jıksan. Uygulaylı. Bunun da hiç kandak tusalgı yok. Bu Avrupa, Amerika, bu muşu bir neçe süper devletler deyimiz. Avustralya bulsun, bu Japonya bulsun. Bu yerde bir xil erkinlik var. O ne? Muşu kanun içi de hep mansak hiç kandak bir iş tosayamaydı bizne. Onda oğan diken kıyırındaşlar uykanlan açaylı. Hiç kandak vaxtıda Xitay komünistleri bizge eskatmaydı. Meyli sizlerge bir pul versin, meyli bir bisim kılsın. Özanlan uykanlan içinler. Her bir, yani bunda desem gap uzrak tutup, her bir kadımızda göz görüp atıdı, öldürüm göz pırıp atıdı. Bizde kımıgan kılıkları kalmadı. Kızlarımızda nurgun lovanlarını dokuzup etti. Hem de onu sana boğul bulmaydı. Bu horlukunu tartışça, bu hükümet bir turguzaylı diyen bir ümit bile bu şey kırdım ben bunu. Şunun için her kandak devletteki kıyırındaşlar silah mı? Bırak oturup bir 5 minut özanların bir kileçkini oylap baksanlar. Kileçekti biz köremesek mi? Bizim evlatlarımız bolsun mu? Muşu bizim vatanimizken deydiğen bir bayrağımız bilen bir devletimiz bolsun kıyırındaşlar. Bütün dünyada biz muşunda tügep ketmeyli. Bazılar Yahudilerini misal kılıp köstüken Yahudilerini köstüp mesel boğuca bizim işlemimiz kalmaydı kıyırındaşlar. Bazı bir işler bizim nait bir yaram kılıp atılıyor. Parij'de mi? Bizden bu şeylik Uygur aşkanlarına bir kısım yani Uygur ya jigitleri bir Xitay kızlarını ergeçtirip kirgenlerini anlavatırım. Kat gururumuz defsan buluvatkan bundak bir mezgilden nait bizden eğir kirliken bundak işler. Şunun için bu içimizde yani 5 moğluk Uygurlar bulsun, Cüngoluk Uygurlar bulsun bu az emesken hemmenlerini bu biraz uygak kuruşunlarını tavsiye kılın arkadaşlar. Şimdi bu bayda öttüğümüz bu 10-20'den kalsak devam kılımızda hazırki emniyetimizge baksak muşu en tesiri var dep atalgan teşkilatlar işlep atkanlarmı daim birge bir yerge kelip baş koşup iş kılıp atkanlarmı 5, 6 ve yaki 10. Aşla şu 5-10 adamda iş kılıp atıdı. Her kandak teşkilatda şunda hazır. Haytlı sebeberlik atmışı bir yer kelip bize çoğun bir işlerini
muzokara qilib, o'rtoqning qiladigan ishlarni ayt az uchraydi. Asosan 5-6-10 odam qilyotidi. Hozirgacha hamda sizning gapingiz bo'yicha 20 dan ortiq odam borki, hukumatda doim birga ekansizlar, bu odatdagi ish emas. Yana ertaga inshaalloh 11-oylik saylovdan keyin agar 60 odam, 60 deb turaylik hozircha, 60 odam aytdisi, uyt deydigan holatga kelsa, hamiz birga kela oladigan ahvol shakllansa, bu ajoyib cho'ng ish bo'ldi. Biz kutayotgan haqiqiy markaz xalqimizni to'g'ri yo'lga, to'g'ri mavqeda vatanimizning ozodligi uchun yetaklaydigan bir markazniki shakllanishi shuningdan haqiqiy boshlanadi inshaalloh. Bu yerda hamda ba'zi ziyoli atalganlarniki ba'zi ishlardan ranjigan tarafdorlarni so'zlab o'tdingiz. Bu hamda bir xil oramizdagi bir g'ayriy ahvol, reallik ekan. Ba'zi ko'zga ko'ringan falon yerda ishlaydigan ziyolilarimiz, masalan ziyoli hamda bilim jihatda eng oldida mangadiganlarmi bilib bilmay tunugunki qushga o'xshash qafasdan aylanmaydigan ideya sinib qolgan ziyolilarga cho'nglashqa xalqimizga az bo'lmagan xato uchurlarni beryotidi. Buning misollarini aytib ko'p. Xalqimizmi jiq tanqidlab kelyapti to'g'rilarda. Ammo bu yerda cho'qim hamda ziyoli lozimmi deganda lozim albatta. Og'izda gapi bor. G'arbliklarni ko'rganda bir chiroyli tili bilan tushuntira oladigan, chiroyli maqolalarni yoza oladigan, xalqimizga oqqarni tushuntirib, qoyil qilarlik so'zlay oladigan bunday odamlar lozim. Ammo bularning hammasi ziyoli bo'lib ketishi notayin. Men deymanki, ziyoli emas, vijdoni bor odam kerak bizga. Ziyoli bo'lgani bilan uning vijdoni bo'lmasa, o'liqi atalmish qog'oz yo'lboshining o'zi bo'ldiki, u mayli osmonga uchadigan astronom bo'lib ket, va yoki bir odamni sun'iy yasaydigan bir g'ayriy maxluq bo'lib ket, dunyoga tunilgan olim bo'lib ket. Ammo og'zingdan bir vijdoniy gap chiqmasa, sening vijdoning bo'lmasa, sen ziyoli emas, sen xiyoli. Sendek odamning keragi yo'q bizga. Shunda masalan deb aytsak, Uyg'urlarda hozir dunyoga tonilgan birdan-bir olim bor. Qanday jihatda? Bir olimimiz bor, dunyoga tonilgan. Amerikadagi Shuhrat Mutallib degan, to'g'ri. Shuhrat Mutallipov degan olimimiz butun dunyo tonilgan olim. To'g'ri. Hozir nima qilyapti? Xitoyga berib Uyg'ur ayollarning onalik urug'ini elib, Xitoyga yoqadigan tadqiqot bilan shug'ullanyapti. Nima ish u yerga ketding debdiki, Xitoyda pul bor-ku, Xitoyda erkinlik bor-ku, masalan, u erkinlik degani Amerikadalik ayollarningki onalik tuxumini elish alohida cheklangan bir noyat tasvir ishganda, ammo bizning vatanga borsa, ayliq lagerlarda yotgan Uyg'ur ayollarning uni tuxumini elish emas, uning yuragini sug'urib elish, buyurkini sug'urib elish, kallasini kesib setish. Buning hamini Xitoy hech ishkilanmay qila oladigan sharoit bor. Cho'nglashqa shu yerga ketibdi. Bu olimimiz. Faxrlanatdiq, yig'lab ketgan to'q, mundaq bir dunyoga tunilgan olimimiz bor ekanda, qanday bo'ldi? Xitoyga hamkorlashyapti Uyg'urni yo'q tutish yo'lida. Abiyam demoqchi bo'lgan gapim mushu, gapimni tatib oldim. Abiyam demoqchi bo'lgan gapim mushundaq odamlar o'zining millati uchun qilmay, aksicha qarshi tarafimizga o'tib olsa, bu nayt odamning ko'nglini yerim qildiki, ba'zi vaqtida ya'ni o'zimizni tutib olamas yetdim, ya'ni ba'zi vaqtida yoshlarimiz o'zimizni kontrol qilolmagan asosda oqidi bu yerda yig'layotgan nurg'un xalqimiz bor. Onunla ergishib, bu yerda yana bir nechasini tilga ilishimiz to'g'ri keldi. Bular mı qiladi? Yani ular endi bek chandatmaydi. Lekin bu Shuhrat Mutallib degan qarindishimiz endi buni qilganda biz faqat buni qabul qilib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir endi nima deymiz? Bu demokrat davlatlarda shunday qilishgan, hech kimga ortiq gap qilib bo'lmaydi ekan. Albatta bu axborotlar orqali
biz ağzını kolumuzdan kelgenine deymiz. Hem oygangança oyganmasa biz özümüz yolunu tepip menip özümüz tutuldurulgan mezgil dep oylayman. Çünkü hazır bizim fırsatımız fakatla bir kıtım keldi bu fırsat mı? Bu da kemmaydi. Çünkü eğer muşu kıtım Xitay üstünlükte demokrat olup bütün işlerini içirtip bütün muşu Avrupa okşaş küyütüp kalsa biz müstakil bulamayız. Bunu bilip gerek halkımız. Çünkü hazır şaraytta biz her kanda işini kısa bütün dünya kollaydı. Çünkü 3 milyondan artık adamı lager sulap çıkkanlar sarangılık uzun kalmay ülüp atkan bunda bir şaraytta biz her kanda iş kısa bizni kollaydı dünya hazır. Hiç kanda vakti terörist demeydi. Ama uçtun tutmuşu demokrat yolu minip gidip bütün işlerini koyup bitip kıgan çağda biz özümüz devletimiz kaytırıp alımız deyikemiz şunda asan bizim terörist kapitalaydı Xitay. Çünkü hemmiş normal tuz nimi deysen de. Şunun için hazır Uygurlarga birden-bir kelip atkan bu fırsat naiten yaxşı bir fırsatla kelip atıdı. Xitay mı özünün orusunu özü kollap atıdı. Eğer menin gepimden işte belki Xitay istihbaratlarımı anlap atkan boluş mümkün. Xitay istihbaratlarga şunu demekçi men bu şeyden. Sizler mi ak bitanlarını biraz oylap koyunlar. Eğer muşu şaraytı meni verse Xitay uzun kalmay paçınlığını inip bundak şaraytta sizler zulüm kılıp atkan şu Uygurlarga, sizler zulüm kılıp atkan kızlarga bularning hesabı sizlerden ilinadi. Unutup kalmanglar. Bundala bulut dep oylap kalmanglar. Kimning ailesiga, kimning qiziga qanday vaqtida zulüm qilgan bo'lsang, qivag'ini qivaldim deb oylap kalma. Çünkü bunda aldığımız bunda örnekler her zaman göreleyimiz. Mesela aldığımız Kosova yakın meselelerini desek, Hitler'ninki o hemeden bildi. Yakın işlerini nim kısakmış Kosova meselesi şunda buldu. Bir hakimiyet yıkılgandan keyin sen dünyanın uç çık ketsen mi seni ekileleyimiz. Halkaranın her kandak yerde seni Interpol tutup ekip kurdu. O çağda halkara suatda oturup sözleysen kim kandak kığının bunu hesabını verirsen. Kavağının kavaldın da oylap kalma. Bu iş bunda tügümeydi. Tabii. Onundan sırt, muş 5 molaga mı şunu dep koyayım. Bu bundan tügümeydi. Hazır dünya uçur mezgili yokur dep ötkinimde bir nice tograk man ucum kıttıke birden onun nimisini taptık. Demek sen her kandak bir nes bilen kirsen onun şu vakt saatin tatip, sekundini tatip inni kağız büyük çıkarıp saklap koyalaydı ekanmiz. Bunun hesabını alırız senden. Unda boğan deyken muşu Xitay istihbaratlı olsun, muşu Xitay için işlep atkan Uygurlar vatan içindeki olsun. Bir iş kılganda oylap koyunlar. Bir şey 10 şaplak urduğa yega birini ursan mı ama 10 kıtım oylap ur hakını. Urvaldım deplan bundak tügümeydi. Bunun hesabı buludu. Çünkü ben şunu es kıldım. Bir gün avval bir kardeşimiz bana bir nesli ibat etdi. Ürümçide Ulanbay mı Davançı mı bir yerge nurgun sakçılar otur mektepten kızlarını 18 yaş kirimgen kızlarını çıkıp şunda mecbur indeyimiz numusu tekken işler bakken bir vücum mındak çıkan bir sakçı balıkken şu yizip ivet tuttu henzuçe. Onu görüp içim itlip kettim benim. Özlem tutmamaya kattık yıkılap kettim. Demek muşunu örnek turup bozumu biraz meyli devlet muşu vatan sırtındaki 5 mala bulsun. Meyli vatan içindeki Uygur sakçılar bulsun. O ilişki duyumlar bunun hesabı var. Kıvakan bitim bulmaydı. Bunun hesabı çok meylinidi. Bunda boğan diken meyli Xi Jinping olsun komünistler elbette o öyle gittirişinde o
asman uçup geçsimi hamine saat ekegil bulutken bu. Görüvatımız bu. Onda boğandaki vatan işini görüvatkan kardeşler bulsa veya ki üçün yetkizilediğin kardeşler bulsa vatan içine bu şu aşk bulandı. Her kanda bulup mu yel yemişini pul toplama, yel yemişini toplaсын davatırma. Xitay demokratçıları davatırma bunu. Ama onda Xitaylar demokratçılık demiga aletdi mi? Bazen YouTube, Facebook'larda çıkıvatıdı. Nurgun Xitaylar hazır. Pullarını alamay, koçularda küçük yitip bankın pulumuzu ele alımızda yitivatman ahvallar görülüvatıdı. Amerika bunu ulan toktap kalmaydı ki bir pay ok atmay bayrak öteleydiğen okşaydı Xitay'ne. Onda boğandı ki özümüz gibi gelsek bu hükümetten bir silah kıttırınla aldırmay kirmez diyen kardeşler şunu demekçi ben biraz uygunlar kardeşler. Onda uyun görüp otamanlar ma bu özünü yaxşı davatkan kardeşlerimi avazından çıkırınlar bulup mesleğini yaxşı diyen insanlarımız ziyalı ondan diyen insanlarımız cim turbasanlar bizim acayip konumuzun yerim kıldıkken abiyem siz diyendek eğer bu şu videonu görgen olsa şöhret aklımızga şunu mu dep koyay bu ülüvatkan bu siz tetkik kıvatkan aşı adamların %99% sizden kıyımdaşlarınız sizden milletiniz bunu oyuşup iş kılışınızı ümit kılın. Ben de bu Xitaylar hakikaten tarixda misli ko'rilmagan holatda Uyg'urlardan o'ch elayotidu. Xitoy hukumati uzun yillar tashviqot qurolini qo'zg'atib o'ziniki butun Uyg'ur millatini terrorist Xitoy davlatining dushmani qilib ko'rsatgachga har bir Uyg'ur Xitoyning ko'ziga jin ko'rinadi. Hatto o'tganda Sufyan degan bir yerda bir 4 Uyg'ur yo'lda ketyapsa uni ko'rib paraqshib qechib ketgan Xitoylar ashtar ahvollar bo'pti. Demakki bu Xitoy fashist hukumatiniki ta'tir tashviqoti natijasida butun Uyg'ur millati Xitoy davlatining dushmani ham terrorist qilib ko'rsatilgachga hozir bizning vatanda yashayotgan Xitoylar bilan Uyg'urlar orasida bir yerga kelish mumkin emas. Yani Xitoy hukumati majburlab sen onun uyini berib yo'qlab kelsa, onun yotqinga kirib yetib chiqsa deb majburlasa, majburi berib qilganni hisob olmaganda Xitoy bilan Uyg'ur bir yerga kelolmaydigan holatda hozir. Hatto ba'zi xabarlarda o'qidimki, ba'zi Xitoylar mushu Xitoy hukumatining zulmiga chidamay, ya'ni Uyg'urning uyiga berib yotsa haftalab desa yatqisi kelmay toza qavoy opam og'ir qolgan dadam og'ir qolgan deb men bu ishni qilmasam desa men xizmatdan bo'shdima deb besim qilgandan keyin o'lib olgan bir Xitoyim bor hayotda. Demak, mushundoq bir fashist hukumatningki tarixda ko'rilmagan bir qirg'inchilikqa yo'l qo'yapmiz qarindoshlar. Ammo u Xitoylar qilganlari Uyg'ur millatini yo'qotib yutolmaydigan mumkin emas. Uyg'ur millati mangu unutib qolmaydi shu mush ishlarni qilayotgan nijislarni mayli Xitoy bo'lsin yoki Xitoyning yaloqchilari bo'lsin antimizni cho'qim olamiz bir kuni. Cho'qim olamiz. İnşallah o kunlar az qoldi chunki butun dunyoning nazarida hozir Xitoy uzunga qolmay parchalandi bu o'rtaq ko'z qarash. Chi Xitoy balkim Kaddafining o'rnida aynidan pichoq yeb o'lishi mumkin va hokazolar. Hatta Xitoydagi kommunistlar Romaniyada ayni vaqtda kommunist Xitoylar o'lgandan keyin Kommunist partiya a'zolarining hammasini daraxtga esib qo'yibdi ekan bu xalqi. Xitoy xalqimiz shu qadar o'shib ketdi bu kommunistlarga. Hozir qarab qo'yganlar Xitoyning torbatlariga. Kung Fei deb ataydi, ya'ni kommunist qaraqchilar deb ataydi ularni. Hozir Xitoy xalqimi aran turibdi, bir fursat kutyapti, fursat topib qolsa, kommunistlarning hammani daraxtga esib qo'yishi mumkin, ammo bizning qizlarimizga nomusiga tekkan, hayotiga qasd qilgan, mayli Xitoy bo'lsin, balki Xitoyning olchilari bo'lsin, Uyg'ur xalqi qat'iy kechirmaydi ularni. Anglab qo'yish mag'atni. Shunga hozirgacha mushunda holatda ma bu nomus qilmay
Çoğun sahnelerge çıkıp, çoğun ekranlarga çıkıp, biz Xitayning bir partisi deyotgan Abgalarmı ağzını jig'ib olish, diqqat qilib olish. Ertögün tuyuqsiz kelgan bir mush yapqama, inikinga, tumishqunga ya boshqa bir yeringa. Endi mushu ahvol, masalan, mushu men deyotgan gaplarni men ishonimanki, oz bo'lmagan qarindoshlarimiz hammasi o'rnida deb o'tirdi. Ammo mushunda qarindoshlarimiz yig'ilgan surgunlik hukumatga kelinglar, birga ish qilaylik desa, hozirgacha ish qilinayotgan qarindoshlarimiz bor. İşkilinip qarindoshim qancha yil yashasa, nechilik umring bordi, 1000 yil yashasammi? Bu olam bakmi qisqa olam, atugul o'lib ketamiz. Hayotingda ozroq bo'lsa-mu bir ahamiyatli ish qilib o'lib ketsang, balkim ko'zing o'chib ketmasligi mumkin. Bir naqshi bor xalqimizning. Arman nima, haqni deb o'lsam, dunyodan ketarmiz bir kun. Mana xalqimizning yurak sadosi bu. Arman nima, haqni deb o'lsam, bu dunyodan ketarmiz bir kun. Shuning uchun erkin qarindoshimning da'vatqinim shu, mening deydiganim shu. Vaqtimiz va qiz qarindoshlarimiz hozir o'ylanadigan, ko'zitadigan davrimiz o'tib ketdi. Chunki vatanda har kuni qarindoshimiz o'lyapti, qirilyapti. Boya erkin misolga olgandek 18 yoshli qizlarimizni bir yak apir ko'llik deb oyoq osti qilyapti, nejis kofirlar. Hozir uyg'onmasam qachon uyg'onsa? Vatan ozod bo'lganda anandikin men uyg'urtim deb vatanga mangamsa, o'chaqda xalqimiz so'ramasmi? Bizning ash kunlarimizni bilib turib sen nima qilding chet elda demasmi? Mana qarindoshlarim, yurakli bo'laylik, biza fidokor bo'laylik. Ya'ni hozirgi vaqtda bizning fidokorlik ko'rsatilgan vaqtimiz. Bugun sizning misol charchaganligingizni ko'rdim. Ozroq bir uchur elishga tirishsam erkin. Ondan keyin hozir ro'za Ramazon bo'lg'achqa vaqtim oz qoldi. Qarindoshlarimiz taqiladi. Ham bu saylam nihoyat yaxshi ketyapti. Mush qatorda abay degandek Yevropadagi davlatlardan boshqa Yaponiyadan saylam bo'ldi ekan, uning uqtirishlarini ko'rdik. Avstraliyadan bir shapi bormi? Avstriyada bor. Avstraliya qarindoshimiz da'vatida. Ha, Avstraliya mı? Avstraliya. Ha, Avustralya'dan bir iki kardeşimizden aloqalashdik. Men bir surishtirib baqay degan gapni qildi. O bir qiz bola, ammo unda bo'lgandan keyin qog'oz bilan ko'p aloqa qilamiz. Bir qiz bilan aloqalashdik. Ayt o'ylagicha bir javob qilish mumkin. Ham ko'pincha yuqori deganimizdek bir qilib baqson degan bir gap bilan bo'lib tashkilot beshliklar anda degandan keyin boshqalar o'tirib chiqib menda u bu deydiganga biroz qo'rqaydi ekan. Yuqori deb o'tgandek bo'lib beshlik chiqib olganlar bir gapni demagandan keyin qolganlar hujum qilmasin deb qo'rqamdi ekan, ish qilib oldirab bir gapni deyamaydi ekan. Yana biraz kutib beqishni tavsiya qilyapti. Bir necha kungacha kutib beqinglar, biz bir surishtirib baqaylik dedi. Bo'ldi. Qani bir qarab baqamiz. Sen tutib turing. Erkin qarindoshimiz bir to'rdosh telefon qilibdi. Bir savol bor o'xshaydi. Savolni anglab baqsaq. Xo'sh. Qani so'zlang. Assalomu alaykum. Meni bir surgun hukumatimizga bir İşlerim varlık otomasyon insan bulduğu yakımız tavsiyelim. Yani işkilik var, mallık, inkasçılara işkilik var. Teşvik vakti veren sıkmayla. Benim ama sürgün hükümetdeki kanala turuna bir yetmişine oftuq yaxşı oldu. Endi şu vaqtda şirketga aytadiganligim dedim, va ekran aytib deb qo'ydim, dunyo boshqa qarindoshlarimiz ma'lumotdan olmasin deb. Meni iltimosim, arzu
duyundan da şu sürgün hükümetinin kanun layihelerini okuduk, şu sayılan kınını okup verdi. Bunu da Milli Vekil ya geçip işledeki aslında hayat ezalarının sayılmışta bir şarttaki onun da 5 yıl koşmadıkça Milli Vekil hatta parlamentte hizmet tutuşkun bulmayırken. Ben bu şu kizin özgertse, her adamın kralsa degan bir ümitden. Benim için de ise bu sürgün hükümetindeki ustazlarımız da belki bunlar bu maçta bir haber buldu ya Kırgızistan'ın casusluğunun aldığını buldu dedi. Lakin bizler sürgün hükümeti yarasında falanca partimiz veya üstündeki malum bir kendi deneyimlerini beni küçültecek. Çünkü çok da güçlü benim mahvı yapıştırımız diyen yege belki çıkayan da lakin hem adam onu bulmaya kılım olur. Şu an onu da hatırlayacağım desem lakin biz hazır Şarkı Türkistan sürgün hükümet bu anki bütün Şarkı Türkistan'da belki de kaldı. Şulakken onunla okuması kırağının 5 yıl toşunu denge yakın yapılardan çıkmalı kırağına gibi denge. Lakin şu kriz bağlantıcı da vatan söylüğüsleri müstakil kabuğuna arzularının bizden güçlü insanlar oluşu mümkün. Hem de olanın sıkı kalmasını o şu adamların kırpmamasını lakin şunlar bir otbet doğu adamların sıkı kalmasını bir şart asasından şart tutalım pamskerliğinin hem de hazır biz sürgün hükümeti tüpe Şarkı Türkistan'a kadar kanıtlayıp vakti şu vatanımızda tutulan kalan kış gerekli baştan yere astıdın. Çünkü biz vatanın sırtında uzun çok tuvallar malum turmuş planımız özümüzün layihələri kendisi vatanın imşiklarından kıyılan kanaklarında hatta her maalesef kıyıntıya kılıp taşırımız. Bunun planlarımız, hayat yollarımız çetelge bağlı bağlı çetel bu küçük kullanıcısı da öyle itiraf kılarlı kımaylı adı programımız çetelge kışına bağlı olan lakin vatanın sırt dediğim yeni çıkarlarımıza onda kadın basını ve yeni vatanın ağlarını en yakın küstlerleydi. Çetel hükümetine vatanın akışına bağlıyalar ve şuna bu şu bizim ülkesiyle birlikte kıyıklaşın senkrelerde hem vatanın yeni çıkarlarını onların en paylarını buluyor karayla. Bunu anlattım. Ama lakin minor kadar Facebook lancımcı hatma akıdı kırman ki vaktinde doğru geldi. Kızım bu üstüncüsünün bunlarda kalan şu hükümetimizde hakaret kan, network olan inkatları küpürüdü. Bunlar bence karşı fikir yazdığımız lakin niyeti bizi böyle ürettiğinin bulmaydı. Bak bu attitude bu insanlar Çin'deki okumayla. Bu insanlar hükümetimiz kötüsü okumu onda bunda değilken Hayır bir hükümet krizis başında kılamıyor. Hükümetine bir tutanamaz kırıp neslen yeni çıkarılan hükümetine şu aşkına bakın ciddi işler tutan bu zaman işler sıkıcıda kalan bölgeler var ya şu hükümet evlerden aşında diğerler tutulan okuyor biz yok bizim düşünen işler mi yok fiyat ayıp başka hükümetin işlerini hazırlıcı düşünenlerin bunu kıyamışlarken çünkü hükümetin onda kırpızlısı biz koşar çalan çile pişmek lazım. Eksimiz alkollar şey kaçırmak gerek. Bu hükümet bu kıyamsızlığı mevcut da bu Türkiye aşına koyup bu şeyin şu ustalarımızın aşını sağlayıp Türkiye özüştüğünde koşarlarız. İşte diyetmesi alkollarla karşı hükümette diyetmiyor. Kırmanya'nın verdiği gitmesini koyun. Kırmanya'nın en küçük tuğlar aşın. Kırmanya'nın onlar yakın hükümette adam yok. Tuğlu beklendi ki hükümet adamı çiğdemeyecek. Onun kadınımızın sürgün hükümetleri elde kadını cihazınca tabii onun biz hayran kalan kıyılaştığımız inkasçılar böyle yapmadı gerek kusura böyle ama belki yana sürgün hükümetlerin nimetlerini mutluluklarını nedeniç sorayda alamayken nedeniç sorayda ben kıyılaştığım evde halklarını şu ikramı kulakları intikala nedeniçlerden de hiçbir çeteliydi vaciletteki teşkilat ve şahslar nedeniçler ekelim yok. Neydi vardı takayım seva alabısını vardı takamakları yok. Yazın nimetten vardı da icraatından icraatına şunu orada kıpatırdı vardı takaşamaz. İcraatına vardılar mı yakınlarına yardı. Nedeniç yaratmaya beni kesilmiyor. Nedeniç soraydıken nedeniçle ilişkiyle soraydık ama ilişkiyle nedeniç yaratmıyor. Düşünmüyor adamı birazını tutumunu açıkan yerimiz mi yok? Gözümüz farklı tarzı. Hiç de teşkilat nedeniç yaratmıyor. Eğer
Ziyan so'rab qolsa, bunaqa tashkilotlarimiz ziyni so'rash kerak. Suyun hükümetin eşqalaq ziyni kirmidi. Faqat bizni ideologiyamizni turg'izyoqdi. Ziyan bo'lsa, boshqa tashkilotlar haqiqatan ziyni bor mishlar o'chib deyman. Ülkemizde işçi cenneti, müstakillik desek, hem krizine gelen Şinler, Şinler olur aklına belki Müslümanların davasını gelip ağzınca onun Müslümanları roz kızmayladı da ifade kızmayladı da bizim davamızı halkı aşağıladı da bizim ağzınca onlardan aslında Müslüman başımıza şerhli kısmını şuradan aklından başlamışlar. Vaklık boluydu bir dakika aynen. Çünkü çevrede de Prime Minister'ın hayal gördü, adil bir azaldı, işler anlam hayal gördü. Aşılarının hayal görüşte en ağır kesinlikle azalımız görmeli, o uygudan kim yapısı sual gördü. Aşı sualına dağınlıkla aşısından ki aslında millet değerli bizi müşünden Cumhuriyet aslında millet kırıp konuşturmuşlar. Vasılıkların olduğunu demiş, mesuliyeti iyi kadar parayla. Bizge adı sanatteklerine süper gerek. Belki adamın devletinde çıkan kalan avakır şeymez. Bir adamın toğur bulsa şu memleketini tartışımız gerek. Hem de biz hazırlıca Müslümanlara, Uygur Müslümanlara, Cumhuriyet'in Müslümanlara rozuşmasında Erkin Erdoğan İstansı'nın hayatını çıkartmaya da özelliğini özel tutamaya kaldım. Neymiş canımsa kızına vazaret şu günler peşini bizim rozuştan bahsettim. Meselemiz yok. Neymiş Uygurat kanımızı sıkmaklarız demektir ya ortadayız. Biz eğer rozuşmadan da millet bulsa biz harlanmamda ondan aşık sual çıkıp şuna koyup biz için rozuşmadan dinsiz bir insan olsun biz nerede kadece yaşayandı veya rozuşta işini terbulandı. Bundan emek o. Bizim vatan biz aslında ilgisi bu almamız için müşkünlük yapmamız. Neymiş için müşkünlük çok farklıyız. Devam gelmemiz yapıyor azıcık. Tuğbat'taki paket olsa ya hiçbir insan şeklimizde dünya bazı bizi şuna unutamazsa Amerika'da kışkırda bizi içi kırmasa benim önce müşa devam kılıp Acılarım devam müşünde bizim devamımızda Macar yolda tutmak dedim içinde onunla kıpta devletlerini aşmak fazla halkımız ya düşlerinden de ya kızdan bu adamda ya düşman olmanı okumarım maşallah inşallah da teşekkür ederken Allah halkımız bana ya da hayatta bir şey sağladı düşmüş gerek evet birbirimizi kutladıktan aldı yapan tüve tercih kutlayalım biz müşkünde işini çalışmışız gerek olmasa bizim sınırlar hiç devamımızda kuşaşın çıkalım ya bir Şirketmiş ödettiğimiz şeyin şu ödettiğinde kimler Allah'la devamımız kalkmayınca çarptık sanıyoruz. Emin oluyor çünkü belki Allah'ın evet bu an düşünmesi, muskılması bizimle bulmaydı. Çünkü çaldığı şirketleri kirlerdi Allah'tan. Ben müşkillerden bilmekçe gidimsel çıkmalı. Müşkillerden beklemekçe sizlere rahmetçe söyledim efendim. Sizin rahmetimse Allah'a emanet. Allah'a emanet olsun. Hem bu qarindishimiz bir tavsiyani o'tirg'a qo'ydi, ya'ni shu 5 yil degan bir belgilama borki, vatandan chiqqaniga 5 yil bo'lgan bo'lishi kerak deydigan. Bu qarindishimiz deydiki, shu 5 yil bo'lmaganlarning ishidimi vatansuvar o't yurak qarindoshlarimiz bor. Hatto imkon bo'lsa vatandagilarmi qatnashsa bu sug'unda hukumatga yaxshi bo'ladi deydi. Buni Aranlarda muzokaralar bo'lganda herhalde ommadan kelgan inkos qatorida o'ylash ko'rishinglarni umid qilamiz. Bay Avstraliyaniki gapi biza bo'lindi. Avstraliyada menimcha necha ming Uyg'ur bor, bir cho'ng davlat, ham u yerdami o't yurak o'g'lonlarimiz nihoyat ko'p. Mening bilishimda shu millat vakillarini saylash 6-oyning o'tirlari oxirlashir ekan. Agar turli sebepler tüpeyildin bu iş Avustralya'daki bazı kısmen devletlerde bulunmaya kalkan bolsa 6. ayının 15'inin kiyimi bir fırsat veriş imkanı bulamdı oğlağa. Hem de 6. ayının 15'den keyin fırsat hem de onu keyin yani bir hükümet içinde bir paranlasak buldu. Lekin hazırca keçikidi dep oylayman. Lekin onu hem de özgertkil bo'lmaydigan ish bo'lmas, balki hem de hükümetning qarori onu özgertkil bo'ladi deb o'ylayman, lekin hozir bilmayman.
Lekin ma 5 yil deganga ben bir cevap berutay. Hem bu 5 yil degandagi sebep iliqi bir necha turli masalalarni o nima ko'zlab turib mushuni qilgan. Mushu qonunni chiqargan. 5 yil degandagi sebep misalga Xitoyniki nurg'un taktikalari bor. Dikkat qilsak, musha nurg'un bolalarni, yoshlarni bo'lsin, shu videolarni ko'ryapmiz, sarang qilib qo'yay dedi, hozir yiltizdan kommunist qilib tarbiyalayman deb bularni. Bundaq bo'lgandan keyin yangi chiqib bir 5 yilgacha uning atrofidagi xalqlar bo'lsin va yoki uning yurish turishi bo'lsin va yoki uning gap so'zlaridan 5 yilgacha har qanday bir davlat turgan Uyg'urlar uni his qila oladi. Uning qanday odam ekanligini hech qanday bir o'zini bir ifodalamayman degan holatdimi uning gap so'z mingishtirish va yoki odamlarga arilish nimasida jarayonida uni bilgil bo'ldi. Shunga o'xshash shu masalalarni ko'z tutib 5 yil degan gap endi bu. Endi uni cho'qim 5 yildan yangi chiqqanlar odam bo'lish kerak deganga uningga men shaxsan qo'shilamayman. Chunki buning xatiri ko'p bo'ldi. Yangi chiqqan odamlar hukumat ichiga qo'yib va yoki uni sen ma vazifani ol, munda degil bo'lmaydi. Qisqasi tashkilotlarni qabul qilmaydi o'zidan Allah. Bu degan bir hukumat bo'lgandan keyin uning o'ziga kuchli mag'fiyatligi bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu bir nayt bir xatarga tavakkul qilish deb o'ylayman. Uni qilib bo'lmaydi deb o'ylayman. Ammo u 6-oyning 15-dan keyin bo'lsa, chunki bu kandidatlarning programmalari bo'lsin, kandidatlar bir-birini ko'z jihati bo'lsin, bu biraz vaqtimiz az qolgandan keyin mush ishlarga yetkildigan gap, undan keyin saylam qilib qilsa, hamda qanday bo'ladi, yana men uni hozir bunda bo'ladi deyamayman. Hukumatning qarorini hukumatchilar bilan o'tirib, birlikda qaror qildigan gap. Men xatolashmasam, abiyam qaysi hukumat degan bir gapni qilib qoldi bu qiz bola. Ya xato anglab qoldim deya. Yo'q, ba'zilar bir necha hukumat bir necha bo'lib ketamdi deb ta'ni gaplarni qilib chiqdi deb ularga radiya berdi. Shunday. Bunda narsa mavjud emas, chunki u bir unda o'z oldiga hukumat qurib oldim deb 4 odam, 5 odam yo 10 odam bir hukumat qurib oldim desam, uni bir hamda hozir bu bir turkilik aylanib qoldi uning uchun. Voy dedi-ku gaplarni. Unda odamlar ro'yi kasallar bor aramizda. Amal qilmay shu yuqori bir qalpoqni kiyib uxlamasa uxlayolmaydigan ro'yi kasal bo'lgan odamlar bor. Hatto o'zini nima chaqlaydi ekan odamlar bir bulunga kirib o'zini avliyo chaqlaydi ekan. Men degan avo, men degan mavo, vaqt deb so'zlab ketsa, undaqlarga unda so'zlash fursatimiz yo'q bo'lmaydigan o'xshaydi. Bo'lib qolsa shu o'zini tangri qilib ko'rsatganda ham shunda saranglab bor. Uningga kulib qo'ysak, shunda. Şuna yana bir gap qo'shib qo'ysam, yuqorida bir gap chiqib qoldi, birlik kelish kerak deb. Bu birlik kelish kerak degan odamlar shu bir mansablar tegmay qolgan insonlar, buni kiriziz, birlik kelish kerak deyotgan bizni xalqimiz birlik kep bo'lamaydi. Men shuni dey. Birlik kelish uchun bizning bir davlatimiz bo'lish kerak. O chaqda hammadan birlik akilimizdek kommunist diktator o'xshab kamplar tiqitishimiz kerak bu insonlarni birlik akilimanda. Chunki birlik akilish degan bu mumkin mavjud bo'lmaydigan ish. Demokrat davlatlarda texmi birlik bo'lmaydi. Birlik bo'lmagan vaqtida bir chiqish yo'lini topa oladi odamlar. Misolga, nurg'un partiyalar bor, birlik kelmaydi bular. Ammo shu har bir partiyalar o'zining atrofiga shunchalik birlik kelgan insonlar bilan bu ishni partiyaning 5-10 odam qiladi. Bu hozirgi sharoitimizda biz Uyg'urlarni birlik akilimiz deydigan bo'lsak, biz diktator kommunist bilan o'xshash bo'lib qolamiz. Bularni kamplarga tiqitishimiz kerak. Xitoy qilyapti-ku. Bu ishni birlik akiliman, bir kommunist ideyaga akiliman deb kamplarga 3 million, 4 million odam tiqibdi. Ba'zini turmuga tushirib o'ldirib yubordi. Shu birlik akilanmay bu ishlar shu. Uning uchun birlik akilayli, birlik kilayli degan qarindoshlar, uni o ham xiyonat qilmayli qarindoshlar.
Qanchalik adam birlik kelsak, şu adamlar bilan bunu vücut çıkarıp şu qandaq bir hükümet deganni ko'z qo'yishimiz kerak. Onun uchun hozir xizmatlar ishlanmoqda. Buningdan ümidsizlanmanglar qarindoshlar. Albatta biz mushunchalik gap qila olamiz. Undan qolganini isbot bilan ko'z qo'ygan vaqtimizda andan qolgan javobni o'zinglar bersizlar. Mening javobim hozircha. Rahmat Erkin efendim, bugün Bilavdan paranlışı olduk. Vaqtim bo'lib qolibdi. Agar bo'lsa oxirgi bir so'zingizni olsam, programmani oxirlashtirsak. Mening oxirgi so'zim shu, qarindoshlarni yana deydiganim yana shu. Qarindoshlar ümidsizlanmaslik kerak. Hozirgi vaqtimizda bizning ko'p vaqtimiz qolmadi. Yana takrorlayman. Hozir bütün dünya mındaq aytganda şu süper kuchlar bizga ishoratlarni qilyapti. Bu ishoratni 2 yil bo'ldi biz anglayapmiz. O'yg'oninglar, sizlar bir sistemni ishtigarak bir o'rinlarni turg'izib qo'yishni tayyor qilinglar deganlar 2 yil bo'lib qoldi. Ama maalesef biz haqlarni o'yqitib bo'lamadik. Endi may yaqinda bo'libmi şu 5-6 ayning yaqin sürgün hükümet bir qism qarindoshlarimiz uyg'ongan bo'ldi. Buningga soliq inimizmi qo'shilgan bo'ldi. Shunda qilib uyg'ongan qarindoshlar bilan qayta birini tirildilayli deb o'tirib mush yo'lga qarab mangdik. Buning uchun qarindoshlar bu bekadin davatmaydi. Bütün şu dunyodagi süper kuchlar uyg'oninglar. Eng başta tizden 2-3 yilgacha bir sistemni qurib tayyor qilmasanglar kechikib qolsizlar deyotgan maslahatlarni beryapti. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar biroz sagay turishni tavsiya qilaman. Butun Sharq Turkiston qarindoshlarga. Rahmat. Bugun siz bilan tunji qatam bir suhbat qilib oz bo'lmagan tushunchalarga erishdik. Ko'p vaqtingizni oldik. Rahmat Erkin efendim. Quduq Ro'za Ramazon oylarimiz ma'nili o'tgay. İnşallah aldığımızdaki günlerde yana şu sürgündeki hükümet temasida siz bilan qayta görüşüp qilishimiz mümkün. Yana vaqtimizdan etishimiz mümkün. Şu vaqtcha yana bir görüşkicha aman bo'lin. Xayr, Allohga emanet. Başka, yani Allah'a emanet. Qarindoshlarım, Erkin efendi bilan bo'lgan suhbat bugun mushayishi bo'ldi. Vaqtinglarni ajratib ko'rpagininglarga rahmat. Ahırda deydiğim atilikka Oslo'da Qurbanjon Isomiddin qarindoshimiz tashkillagan Norvegiyadagi erkaklarni millat so'yarlarni Sharq Turkiston sürgündü hukumatiga millat vakili qilib ko'zitish, saylab bekitish faoliyati bo'ldi. Unutib qolmanglar qarindoshlarim. Şaraiti bor, ham ishidan chiqarib shuni xohlaydigan qarindoshlarimizniki berib aktiv qatnashib berishini tuvanchilik bilan so'rayman. Oxirida hammanglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Tutgan ro'zalaringlarni Alloh qabul qilsin. Xayr. Allohga emanet. Yarken turpan Ürümçi Gulca Atuş kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz Mihirga tuğan Algı saktın bu akıldı gülistan harman
davom ta abad Duo qilar, ajr qilar Tugiblar mehnat Ana yurtum, o'z farzandingman O'zilmas haqiqat Yusuf Mahmud farzandim taxtim Mahkam yodimda Allay Batur maqtahlim Allah O'tgan qo'ynimda Sen joyib o'tmishga uelmasiz diraysiz U jismingda vaqtda seviblik emas cheksiz Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish, asrab suyish davom ta abad Duo qilay, ajr qilay Ko'ktar mehnat Ana yurtim, o'z farzandimman O'zilmas haqiqat O'g'uz ro'yi sinsunchil bizga Umid eshach, umli xayrat Bu so'g'u bizga Qarindoshlar qo'l bergin durust hamroh qil kulga Tirishayli uyushayli yar bo'lib bir-birimizga Biz qushgan safar ana yurtimizga chog'lar Farzandimiz bizga bilan qarab Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish, asrab suyish davom ta abad Duo qilay